Endi o'tiramanmi? Ha, Dilbar joning yo'qmi? Ha? Kuching yetmayaptimi? Shuni changidan artishga. Maryam, Labay onajon. Men bozorga ketyapman. eshityapsanmi? Qaynona kelin mazza qilib urishyapti-ya. Bir-birini tushunadi, bir-birini gapiga gap qaytaradi. Voy, qanday rohat-a, qanday rohat-a. Men sen bilan urisha olmayman. Sen bilan ursam o'zim bilan o'zim urushayotganga o'xshayman. Yuragimdagi gaplar ichimda qolib ketadi. Gapirsam tushunmay qarab turaverasan. Senga o'zbekchani o'rgatmasam bo'lmaydi. Menga dardkash kerak, sirdosh kerak, bildingmi? Voy, kel, senga o'sib qo'yib qo'yaman. Hozir. А это что? O'sma. Qara. Oynaga qaragin. Очень красиво. Дорогой, ты пришел. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Xudoga shukr. Hey! O'ta yoqqa. Ты bu yoqqa sadish? Ага. Хорошо, дорогой. Ой. Oyi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi. Ha, bu keliningizni o'zbekcha qilib qo'yibsiz, ona? Sizga harakat qildim-da. Ha, qo'yingiz, onajonim. Haligi hujjatlarimni olgani kelgandim. Biroz kechroq kelaman, shunga xavotir olmanglar, xo'p? Yaxshi bor. Yetib po'zoying. O'rischa gapirma. O'zbekchaga zo'rg'a o'rgatyapman, o'rischa gapirishingni qara. Xo'p. Maryam, Да, мама. damas, labay oyijon. Labay oyijon. Shu bolamni deb ota-onangni, qarindosh urug'ingni tashlab keldingmi? O'g'limni shunchalar yaxshi ko'rasanmi? Люблю. Hey, jimmi. Gap bo'ladi. Ota-onang ham seni sog'inib yurgandir. O'g'limdan oldin 3 ta farzandimni yerga qo'ydim. 4-bolamda shu bolam yashasin deb Tursunboy deb nom qo'ydik. Dadasining ham umri qisqa ekan. Koronavirus degan baloy azim bizdan adasini ayirdi. Я слышала. Nimani eshitding? Коронавирус. Ha, sen bilan dardlashib bo'larmidi? Senga o'zbek tilini o'rgatmasam bo'lmaydi. Voy tavba. Mana nima bilasanmi? Xon taxta. Хон тахта. Bu oyna. Oyna. Bu talinka. Talinka. Sizlarda tarilka deydi. Tarilka. Mana bu ko'rpacha. Kurpacha.